Ijtimoiy tarmoqlarda noqonuniy chiqindixona tashkil qilinganligi yuzasidan xabar tarqaldi. Atrof muhit tozaligi masalalariga befarq qolmasdan e'tibor qaratgan jamoatchilikka o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Holat chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi xodimlaridan iborat ishchi guruh tomonidan joyiga chiqib o'rganildi. Ushbu hudud sanitar tozalash korxonalarining xizmat ko'rsatish reja grafik ishlarga kiritilmaganiga qaramay, agentlik tomonidan zarur choralar ko'rildi. Bo'stonliq tumanidagi noqonuniy chiqindi tashlash holati bo'yicha joyga kelib o'rgandik. O'rganish holatida haqiqatan ham yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan noqonuniy chiqindilar tashlanganligi aniqlandi. Bu bo'yicha chiqindilarni boshqarish agentligi tomonidan keraklicha texnikalar jalb qilinib, noqonuniy chiqindilar tozalandi, vaqtida bartaraf qilindi. Fuqarolarimizdan iltimos qilamizki, kelib dam olganda chiqindilarni noqonuniy joylarga tashlanmasligi, tashlagan fuqarolar bo'yicha ham call centerlarga xabar berish bo'yicha iltimos qilamiz. Shuningdek, ushbu hududga 24/7 ishlaydigan kameralar o'rnatiladi. Ushbu hududda jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan tashlanadigan noqonuniy chiqindilar tasvirga olinib, ekologiya xodimlari tomonidan jarimalar qo'llanishi yo'lga qo'yiladi. Hurmatli fuqarolar, o'z ehtiyojingizdan kelib chiqqan chiqindilarni faqat belgilangan joylarga, chiqindi qutilariga, o'rnalarga tashlanishi bo'yicha tavsiyalar berib qolamiz.